Yine bu manzaraya qarasana bu. Qoraqalpaqiston To'rtko'l tumanida shunday bir chiroyli yer bor ekan. Qishloqda. O oxirina qara 500 metrdan bor ekan. Yo'lning ikki yon tarafi tut daraxti. Daraxtlarning ekilganini 140 yil o'tdi. Hozir şurada bir adam aytdi. 140 yillik nega ega bu tarixada. Qora tut deydi. Tutlarning tegini kattaligini qara, yo'g'illigini. Eng chiroyli yeri yozni kuni ajoyib bo'lib turadigan-da, bir gumdek bo'lib. O'sha yaproqlari ham ko'tarib boshlagan. Xullas 140 yillik tut deydi. Yilning o'zi bir yan, ko'chaning o'zi bir yoq o'tdi, chiroyli o'tib turibdi. Adama bir kelgan vaqtimda men buni yer ko'rmadim hali. Ko'chaning boshidan oxirigacha bir 500 metrdan ziyod bu. Oqa bo'yab o'tib turadi chiroyli qilib. Bizning Xorazmda bunday yer menimcha yo'q bo'lsa kerak. Ya men ko'rmaganman. Gündüz günü tushirsadim zo'r chiqadi-da bu yerda kadr.